Leksiyalarımız davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün çiyeslağa. 2019 yıl 9. ayının 11. günü haftiga çarşamba. Andiki mavzumunda Prezident Trump Taliban bilan o'tkazilib atgan maxfiy suhbatni amaldan qoldirdi. Mavzuli xabar 9 ayning 8 kuni Jo'ng'og'a nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 9 ayning 7 kuni shanba mundaq ko'rsatdi. Qalaymaqonchilik paydo qilguvchi tashkilot Taliban Kabul shahrida hujum paydo qilganligini va bir nafar amerikalik jangchining vafot bo'lishini, yana buningdan boshqa 11 nafar kishining vafot bo'lishini keltirib chiqarganligini iqro qilgandan keyin Prezident Trump Afg'oniston Taliban rahbarlari bilan elib berayotgan suhbatni amaldan qoldirdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Men aslidagi planim bo'yicha 9 ayning 8 kuni Maryland shtatidagi David lagerida Talibanning muhim rahbarlari bilan maxfiy suhbatlashmoqchi edim. Shundaqla men Afg'onistonning prezidenti bilan ko'rishmoqchi edim. Lekin Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. To'polon ko'targuvchilar bu qatimqi hujumni o'zlarining qo'zg'alligini aytgandan keyin Prezident Trump darhol telefon berib suhbatni bekor qildi. Agar ular bu qatimqi intayin muhim tinchlik suhbatida urushni to'xtatmaydi ekan, yana 12 nafar gunohsiz kishini o'ltirgan ekan, undaqda ularning bir maydon ahamiyatli kelishim imzolaydigan suhbatga qatnashish huquqi bo'lmaydi deb yozdi Prezident Trump Twitter'ga fikr qoldirib. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Taliban qurolliqlari hozir tizginlab turgan territoriya 2001-yildan beri har qanday vaqtdagidan ko'p. Ular o'tgan bir hafta ichida shimoldagi Qunduz shahri ve Por namli shahrida yangi hujum qo'zg'adi. Hamda poytaxt Kabulda ikki qatim o'zini o'ldirib elish xarakterlik vaqa paydo qildi. 9 ayning 5 kuni Kabulda yuz bergan portlash vaqasida 34 yoshli Amerika qurolli armiyasi starshi Ortez vafot bo'ldi. Bu yigit Puerto Rico'dan kelgan. Bu yil Afg'onistonda xatarga yo'liqqan Amerika askari odamlarining soni 16 nafarga yetdi. Talibanning Afg'onistonda hujum qilish voqealari ko'paymoqda. Burayında elib berilayotgan tinchlik tirishchanligi uchun qilchi foydasizdi bu harakatlar. Amerikada bir nafar yuqori darajadagi harbiy qo'mondon 9 ayning 7 kuni shunday ko'rsatdi. Nurg'unlagan Taliban qurolliqlarining hammasi Pokistonda. Nurg'unlagan Taliban qurolliqlarining hammasi Pokistonda. Pokiston Jungo'ning do'sti. O'ylab qo'ying vatandosh bu ishlarni. Pokistonda Mushabtining 5-darak Amerika bilan Talibanning suhbat vakillari tinchlik kelishim loyihasi imzolagan. Bundaq bo'lganda Amerika Afg'oniston turishlik harbiy qismlarini azaytishi mumkin edi. Lekin Talibanning yana bir qatimliq hujum qilish tinchlik suhbatiga ko'langa tashladi. Yana bir xabar Prezident Trumpning qaroridan Taliban rahbarlarining uni ichiga tushib ketdi. Prezident Trumpning qaroridan Taliban rahbarlarining uni ichiga tushib ketdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo prezidentning qarorini madhihladi. Mavzuli xabar 9 ayning 8 kuni Amerika ovozining
Xitay til programması e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yakshanba 8 kuni mundaq ko'rsatdi. Taliban terroristlar tashkiloti Afg'onistonda davomli hujum qilib, vaqatirg'anlikdan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti to'g'ri qaror chiqardi. Va Taliban rahbarlari bilan David lagerda o'tkazilgan suhbatni ham bekor qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo CNN televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Biz ularning va'dasini ishga oshirganligini, bu davlatda yana Afg'onistonda zo'ravonlikni oxirlashtirganligini ko'rishimiz kerak. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.